Assalomu alaykum parvozlar. Sizlarga yana bitta gap yo'q, yangilik tayyor sizlarga. Retsept kaptarlar uchun parvozlar. Metro dinozor. Kaptarlaringlar hali piqillab qolib, sal shamollab qolib, manillarida jicha suvlar paydo bo'lib qolgan bo'lsa, metro dinozordan olasizlar, odam aptekasida bor. Shundan olasizlarda, bunday o'rtadan bo'lasizlar. Mana shu bitta tabletkani 4 kun berasizlar, o'rtasidan bo'lib. Bunday qilsanglar bo'linadi. Yana bunday qilsanglar bo'linadi. Mana qaranglar. Mana tushib ketib qoldi, yana bunday qilsanglar bo'linadi. Mana qaranglar, 4 ga bo'lindi, mana 4 dona bo'ldi. Metro dinozor. Shuni 4 kun beringlar, piqillayotgan kaptarlaringlarga, keyin mayli shamollab qolgan kaptarlarga. Tayyor mana hali Respivit Trihavetlar boru, Respivit Trihavet tabletka olyapsizlar-ku, Respivit Trihavetni ham tarkibi mashindan tayyorlangan. Respivit Trihavetlar. Mana sizlarga tayyor naturalniy. Mashindan olib beringlar. Keyin hozir yana bitta ma'lumot. Men sizlar uchun bilasizlar-ku, vaqtimni ajratmayman. Yo'q, vaqtim bemalol sizlar uchun. Anaqa yangiliklar, bilimim boricha tushuntirishlar. Tetratsikling. Odam aptekasida bo'ladi bular, ikkovi ham. Bu tetratsikling parvozlar qonni olib, kaptarlarni axlat orqasiga yopishib qoladi. Suyuq bo'lib. Ashunda bu tetratsiklingdan olib, bir pachkadan olinglar, bir dona berib qo'yasizlar. Bugun bitta, ertaga bitta. Yetadi. 2 kun bersanglar zo'r bo'lib qoladi kaptarlaringlar. Endi bular odam aptekasidan olasizlar. Metro dinozorni ham, Trihavetni ham. Parvozda saqlanib qilib olinglar, hammanglarga kerak. Salomat bo'linglar, charchamanglar, hamisha omad. Xo'razlarga ham beringlar. Xo'razlarga ham, tovuqlarga ham foydasi bor. Nonni berib tursanglar, tovuqlaringlarga, xo'razlarga 4 kun beringlar tabletkadan. Yarimtadan berasizlar xo'razlarga, tovuqlarga. Zo'r effekt bo'ladi, sog'lom yuradi. Tuxumlarni ham tug'oradi. Charchamanglar, omad sizlarga hamisha.